Arti, uydamisan? Ha, qishloqqa nima bo'ldi? Qara, ko'chada salyut o'tishyapti. Qani qayerda qishloq? Qayerda ochyapti? Nima bu bomba? Yo'q, qishloqqa nimalar qilyapsan? Voy, yaramas. O'chir buni, yaramas qishloqqa. Hoy qishloqqa, sen bu ishni nima uchun qilding? Hozirroq javob ber. 1-aprel bilan. Qanaqa 1-aprel? Aqldan ozdingmi? Bugun 27-yanvar, tentak. Nima Rustam uraverma, men qayerdan bilay 1-aprel deb o'ylabman. Nima? Sen sanani bilmasdan turib, Tfu. Nima tfu? Qanaqa tfu? Sen uyimni portlatib yubording, yaramas. Seni mana shu qiliqlaring jonimga tegib ketdi. Hey, nimalar qilyapsan? Bu men uchun juda ham qadrli. Qadrliymish. Menga uyim ham qadrli edi. Nima meni yo'qyapsan, yaramas. Meni bu uyim juda ham qadrli edi. Narsalarim joyida ekan. Yo'qsa narsalarim yo'qolsa qishloq o'ldir. Nima qarayapsan sandig'imga? Yaramas? Nimaga vohma qilaverasan? Men 1-aprel deb o'ylabman. Shunchami? Qanaqasiga 1-aprel deb o'ylash mumkin. Hattoki yaqin ham emas. Hattoki bugun sana 1 ham emas, 27-yanvar, tushunyapsanmi? Vohma qilmasang-chi. 1-marta qurishing bu uyni boshqatdan, yana boshqatdan qurasan, yana buzaman, yana boshqatdan qurasan. Tushundingmi? Tfu. Yana qanaqa tfu? Yo'qot mana bu sassiq narsalaringni. Hamma yer sasyapti bularning dastida. O'zing sassiqsan, tushundingmi? Mayli, mana shunisini mashinaga qo'yib qo'yaman. Qishloqqa bor yo'qol. Nima yo'qasan uyimni? 5, 4, 6, 3, yetib bordim meni qo'ch. Tentakcha qo'shiqlari ham o'zi ham jonimga tegdi bu yaramas qishloqini. Yo'q, men buni shunday qoldira olmayman. U meni uyimni portlatdimi? U ham uysiz qoladi. Qani bu yerda bombalar aynan 3 ta. U portlatgandan ham ko'proq portlataman. Portlatmas kerak edi, yaramas. Men unga hozir shunday narsa ko'rsatamanki, hech qachon meni uyimni portlatmaydigan bo'ladi. Do'stlar, shunaqasi ham bo'lishi mumkinmi? Ko'ppa kunduz kelib 1-aprel deb uyimni portlatib yuborsa-ya, qanday tentaklik bu? Nima bu qishloqning uyida oddiy jadval yo'qmi? Sanani ko'rsatadigan. Qanaqa jadval sani? Meni adashtirib yuboryapti bu yaramas qishloqqa. Juda ham jahlim chiqib ketyapti-da. Axir meni uyimni nimaga portlatib yuborish kerak? 1-aprel bo'lsa ham portlatmasligi kerak edi. Bu yaramas qishloqning hozir uyini shu qadar portlatib yuboramanki, undan asal ham qolmaydi. Buni uyini oxirgi marta mana shunday eslab qolinglar. Hozir uyini shunaqangi katta portlatib yuboramanki, hech narsa qolmaydi. Yaramas qishloqqa hali afsuslanasan. Bombalarni xo'sh, mana bu yerga qo'yamiz. Bitta, ikkita va uchinchisini mana bu yerga. Xo'sh, endi yo'qamiz, to'xtanglar. Sandig'ini ko'rash. Mayo bu qishloqqa nimalar bilan shug'ullanyapti bu yerda? Nima bu yerda ikkita sandiq, verstak, xo'sh, ikkita pechka va yotoq. Xuddi o'zini uyiga o'xshaydi. Nima? Bu sandiqning ichida o'zini uyini boshqatdan qurganmi? Hattoki qizil gilamchalar oyna ham bor. Negadir bu yerda yo'q. G'alati, hammayli. Xo'sh, hamma taxtalar, uyi ham, hattoki uyga ishlatilgan hamma narsa shunday. Hattoki eshigi ham bor. Lekin g'alati. Nega bunday qildi u qishloqqa? Hammayli. Xo'sh, to'xtanglar. Bu yerda qandaydir tugma bor. Tugma. Nega? Nega bu yerga tugma bor? Bu yerda ham bor. Bu undan ham g'alati. Nega qishloqning uyida bu yerda tugma bor? Nima bor bu tugmaga? Hozir menimcha bu tugmani bosib ko'rmasam bo'lmaydi. Faqat bu bombalarni olaylik, yana portlab ketmasin. Qani 1, 2, 3 va nima bu? Olmoslarmi? Nima bor u yerda? Do'stlar, menimcha biz qishloqning yashirin bunkerini topib oldik. Lekin qishloqiga bu nima kerak? U yerda nimalarni berkitadi? Juda qiziq. Qishloqqa meni asabimni buzganda, shuning uchun kechirasan qishloqqa, men bu yerga tushmasam bo'lmaydi. O'ylaymanki, u yerdan qaytib chiqa olaman. Hop, bu yerda esa qandaydir eshik, temir eshik, qo'l bilan ocha olmayman. U yerda qanaqadir bloklarmi? Ular negadir qimirlayapti. Do'stlar, bu yerda hamma narsa olmasdi. Bu yerda ham bitta tugun. Hop, qulaygina ekan-ku, qishloqqa o'zini xafa qildirib qo'ymaydi. Yo'q, bu yerda kod bor. Men bu kodni aniq topa olmayman, lekin o'ylash kerak. Agar men qishloqqa bo'lganimda qanday kod qo'ygan bo'lar edim? Xo'sh, do'stlar, men hattoki bilmayman, chunki men qishloqqa emasman. Balki 1 2 3 4 mana yo'q. Bunaqa emas, balki 000 yo'q. Qanday bo'lishi mumkin? Qishloqqa qanday kod qo'ygan ekan? O'yla Arti. Topdim. U qo'shiq aytib yurgandi bu esinglardan 5 4 6 2. To'g'rimi? Yo'q, unaqa emas. Qanaqa edi? Qanaqa? Bo'ldi, esimga tushdi. 5 4 6 va 3.
To'g'ri do'stlar, biz ochdik eshikni. Yes. Xo'sh, endi nima? Nega bu yerda mana bunday bloklar bor? U yerda do'stlar, men tushuna olmayapman. Nega qishloqiga bunday olmosli bunker kerak bo'lishi mumkin? Kimdir menga tushuntirib bera oladimi? Hamma narsa olmosdan. O'zi bu olmoslarni shunchalik qayerdan olgan? U yerda yana eshik bor. Men o'ylashimcha, men mana bu yerdan o'tishim kerak. Va 1, 2, 3 sakrash kerak. Yugurdik do'stlar, yo'qsa bloklar itarib yuboradi. Yugurdik. Va uddaladik. Xo'sh, bu eshik orqasida esa yana bitta temir eshik bor. Lekin men bunisidan qanday o'taman? Axir bu yerda hech narsa yo'q-ku ochishga. Xo'sh, qayerda bo'lishi mumkin? Yo'q, yaramas qishloqi. Meni orqaga qaytishga majbur qilyapti. Ha, mayli. 1, 2, 3 sakradik, o'ylaymanki lavaga tushib ketmayman. Qari, xalaqit bermaylar. O'tdik. Endi bo'lsa richakni olamiz, to'g'rirog'i dastak. Buni esa joyga qo'yib qo'yamiz. Va menimcha bu tarafdan qayta olmasam kerak. Yana bu yerdan qaytishimga to'g'ri keladi. Qani mavridini kutib sakrash kerak. Vaqtida sakramasak o'lamiz. Qani sakradik. Yugur va uddaladik. Xo'sh, endi richakni qo'yib ichkariga. To'g'ri, nimaga richak deb uraman? Axir bu dastakku. Xo'sh, bu yerda nima? Oynalar, chiroqlar, yana hamma narsa olmosdan. Nima? To'xtanglar. Orqamda yana nima bor? Xo'sh, bu adashmasam cho'chqaning tuxumi, to'g'rimi? Ha, bu yerda esa sabzili qarmoqcha. Nega bular kerak ekan? Xo'sh, bu yerda nima bor? Qandaydir bosiladigan tugma, Porsche redstone blok va temir eshik. Uning orqasida esa juda ko'p eshiklarmi yoki nima, nimani ko'ryapman men? Ha, mayli. Xo'sh, menimcha men nima qilishni tushunyapman. Cho'chqani mana bu yerga qo'yamiz va qarmoqcha bilan sekin olib kelamiz. O, orqamda yuryapti. Cho'chqacha, orqamdan tezroq kel. Bizning vaqtimiz yo'q. Qishloqqa xohlagan paytida qaytib qolishi mumkin. Shunda biz hech qachon bu bunkerni u nima uchun qurganligini bila olmaymiz. Shuning uchun shoshilishimiz kerak. Bu cho'chqacha baxtimizga juda ham aqlli ekan. Orqamizdan to'xtovsiz kelyapti. Qani kel, to'xtab qolma. Va mana buni ustiga tur. Rahmat cho'chqacha. Seni hech qachon unutmayman. Nima? Nega bu yerda bunchalar ko'p eshik? Xo'sh, men bu yerda nima qilishim kerak? Men shu eshiklardan to'g'risini topishim kerakmi? Lekin qanday? Bu yerda juda ko'p eshiklar bor. Xo'sh, qayerdasan eshik? Men bu yerda yana qancha payt yuraman? Qayerda qishloqqa? Nega bunaqa labirint qilgansan eshikdan? Bundan qanday o'tish mumkin? Balki yo'qib yuborarman, negadir yoqilmayapti. Yaramas qishloqqa. Shuni ham o'ylagan shekilli. Balki portlatib yuborarman. Yaxshisi portlatmay qo'ya qolay. Balki sindirarman. Yo'q, bu juda ham sekin. Men o'zim bilan bolta olib olishim kerak edi. Har doim artiraman bolta. Nima? Bu yerda hozir men nima ko'rdim? Do'stlar, menimcha biz yetib keldik qishloqining yashirin bunkeriga. Bularning hammasini qishloqqa yashirish uchun shunday katta bunker qilganmidi? Dahshat. Bularning hammasi nega oldim o'zi? Bu sandiqlarda esa har bitta sandiqda shular to'lib yotibdi. Qishloqiga shunaqa sassiq narsalar nimaga kerak o'zi? Hech qachon tushunmaganman bu qishloqiga do'stlar. Bularni boshiga uradimi? Mening xazinam. Arti, sen bu yerga qanday kelding? Sen o'zingchi qishloq, qayerdan kelding bu yerga? Nima, men tentakka o'xshayapmanmi? Shu tuzoqlarni har safar o'tadigan. O'zimga orqadan chiqishni yo'li qilib qo'ygandim. Qara, bu yerda dush bor. Mana u richakni bosib ko'r, bu yerdan haqiqiy yomg'ir bo'ladi. Mening eng sevimli dushim. Shularda sen cho'milasan. Nega men bularni ushlayapman? Yo'qol. Qishloqqa sen hech qachon tushunmaganman-da. Harti, sen haqiqiy baxt qanaqa ekanligini bilmaysan-da. Bunda cho'milishdan zo'rrog'i bo'ladimi? Qo'ysangchi, qishloqqa aytgancha, seni esingdami bugun ertalab meni uyim bilan nima qilganing, a? Sen nimani aytyapsan? Portlatib yubording-ku, esingdan chiqib qoldimi, a? 1-aprel deb o'ylabman dedim-ku. Tfu. Mayli qishloqqa, bu muhim emas. Muhimi sen shu ishni qilganing. Men ham bugun 1-aprel deb o'ylabman. Meni kechir, ammo men bunday qilaman. Yo'q, bu mening xazinam-ku, yaramas Arti. Hayır qishloqi, hayır. Qishloqidan qasos oldim.